Assalomu alaykum azizlar. Men shunaqangi bir joyga kelib qoldim. Hayotimda ko'p narsa ko'rganman, lekin oyog'i yo'q, qo'li yo'q, qo'l o'laydigan doktorni birinchi ko'rishim bo'ldi. Mustafoni oldiga nima keldingiz? Şu ayak meselesi dedi. Oyoq masalasi. Bu doktoru bana özünde doktor kızını topu verdi. Instagram'dan topu verdi. Mana Amerikadan oyoq qo'llar yo'l egasiga o'rtalar nogironligi shu joyga beshmoq shu doktorning nomini to'playsa o'zlari doktor emas. Odamni injeneri o'rtalar. Mana shu yigit, mana Mustafa degan akamiz, mana tashqari bir opaxon bilan gaplashdi Mustafa. Shunga oyoq yasayapsiz hozir, ha? Bunga taqassusmi? Ha? Taqassus, taqqanini ko'rsam bo'ladimi? Ha. Men muxlislarimga ham qiziqdi. Hassani qo'yib yuboringchi. O'rtoqlar, qoyil qolmasdan iloji yo'q azizlarim. Tasanno. Qo'sqo'li dard ko'rmas.